Biz ilgarilari aktrisa desa, nafaqat sahnada, balki sahnadan tashqarida ham asl o'zbek ayollariga xos milliyligini, g'ururini yo'qotmagan, masalan, Zuhra Ashurova kabi aktrisalarni ko'z oldimizga keltirardik. Bir misol aytib beraman. Yoshligimdan o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, faoliyati, qolaversa mashhur adibimiz Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanini sevib o'qiganman. Bobur shaxsiga muhabbatim juda ham kuchli bo'lgan. O'sha Bobur video filmini boshdan oxirigacha qayta ko'p marta tomosha qilganman. Ziyo studiyasida faoliyat olib boryapmiz. Toshkent Islom universiteti qoshida tashkil etilgan. Bir tarixiy sahnani olishimizga to'g'ri kelib qoldi. O'zbek Milliy akademik drama teatriga bordik va o'sha yerda endi o'sha tarixiy sahna uchun kiyimlarni tanlayapmiz. Bir mahal bir guruh aktyorlar, aktrisalar kelib qolishdi. Talaba qizimizga o'sha bir malikani obrazi uchun kiyim tanlayotgandik. Zuhra opa ko'rdilarda, aytdilarki, "Qizim, bu kimni libosi ekanligini bilasanmi?" dedilar. Keyin talaba qizimizning o'rniga men javob berdim, chunki aniq esimda qolgandi o'sha libos. "Ha, bilamiz Zuhra opa, bu Xonzoda begimning libosi" desam, kuldilarda, haligi talaba qizimizga qarab, "Munosib bo'lgan" deb ketdilar. O'zingiz xulosa qilib olsangiz bo'ladi. Va aytib o'tganimdek, Yulduzli tunlar romanida juda ham bir ta'sirli sahna bor, opa-uka suhbati. Ya'ni o'sha amaldorlarga xos, kiborlarga xos, podshoh oilasiga xos juda ham bir chiroyli tarzda tasvirlab berilgan. Bobur yosh podshoh, o'smir, atrofida dushmanlari ko'p. Albatta beklar unga yoqishga harakat qilishadi. Qolaversa beklarning ishonchini qozonish uchun ham Bobur bir qator tadbirlarni amalga oshirish kerak. Shu tadbirlardan biri Boburning tog'asi va onasi tomonidan taklif beriladiki, Ahmad Tanbalga Xonzoda begimni uzataylik. Shunda Bobur aytadiki, "Begimni o'zlari nima deyaptilar?" desa, onalari aytadilarki, "Begim rozi emaslar. Bo'lmasam men begim bilan o'zim gaplashay" deb Bobur mirzo Xonzoda begimni huzuriga chorlaydi. Bobur mirzo aytadiki, "Buncha xomushsiz begim" deb opasidan ko'ngil so'raydi. Xonzoda begim aytadiki, "Amirzodam, men sizni huzuringizga najot istab keldim. Siz meni yolg'iz inamsiz, pushti-panohimsiz. Men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Lekin shu odamga turmushga chiqsam, men aniq baxtsiz bo'lib qolaman. Sizning eng go'zal mahramingiz bu musaffo qalbingizdir. Siz ana shu qalbingizga quloq osing. Men esa ana shu musaffo qalbingizdan adolat istayman" deydi. Boburga bu so'zlar juda ham qattiq ta'sir qiladi va atrofi to'la dushman bo'lishiga qaramasdan, o'z jonini xavf-xatarga qo'yganiga qaramasdan, opasiga bo'lgan mehrini, muhabbatini quyidagi so'zlar bilan ifodalaydi. "Xotirjam bo'ling. Siz menga barcha beklarimdan-da azizroqsiz. Toki tirikmen, suymagan kimsangizga uzattirmasmen" deb javob beradi. Bu sahna bizga ham tarixiy voqelik, ham ibrat, opa-uka munosabatlaridagi go'zal bir lavha. Xulosalarini izohlarda kutib qolaman.